Kambir o'zining uzun yillik pishqan texnikasi bilan 8-nomerlik to'pni dal joyiga tekkizib kirgizayli deb turishiga Tomi to'satdan paydo bo'lib, "Xapomama anzining vaqt to'shdi" debla kiresni ilib chiqib ketadi. Ay, Tomi, nətki bir vaqtda kirasan. Gəlsənmi? Bu nim bo'lib ketdi zodi. Acaba u bu qizvolni yaxshi ko'rib qolganmidi? Kambirning tishiga tegib qo'ydi mana. Bir qizvolni deb, ey. Endi qanday qilamiz? Albatta, uning dushmanini izlab, Xazo Xoban bo'lib ketimiz-da. Tomi Li jamoatining boshlig'i Tulxutun Lini izlab kelib, samimiyligini bildirish uchun xuddi bojlar bo'lib o'tmoqchi bo'ladi. Bu xotun uning bo'p fikriga qo'shildi. Lekin qanday qilish kerak? O'zim bularning qizini olay desam, sarang odam to'y qiladi. Akamga olib beray desam, akam navaq sarang bo'lib bo'ldi. Endi shu ukamni qapti emasmi? Tomining ukisi Jonning o'zicha bir muhabbati bor edi. U qiz bo'lsa odatda otimiras xrosoma almashtirish ishlari bilan shug'ullanadi. Tomi bo'lsa bu ishga qat'iy qo'shilmaydi. Ey ukam, qiz do'sting bilan orilib ket. Dahshat pechat qizdan birini tanishtirib qo'yay. Ya aka, men bu qizni suyma. Ya ukam, u qizning stilini nachar deydi-ku. Ya aka, qahnimni istayapsan. Ya ukam, u qizning to'rt bolasi bor deydi. Ya mayli aka, japodatmayli dadolmenka. Ukam, u qizni yomon ko'ni xamanni so'rash ustalaydi. Oyamiz qo'yaymi unda qiz oldi. Jon oxiri oksining gapiga kirib, o'zini zo'lab bu to'yga qatnashib, tix chiroyini ko'rib baxmagan bu qizni olmoqchi bo'ladi. Lekin o'ylamagan yerdan bu loteriyadan cho'ng mukofot chiqdi. Yu, chiroyliga. Qurib ketsin bronka ayching paychingla. Joni xo'shalligida og'zi maymoq chiqib ketib qoladi. Mana ko'tak yerish tasamas palti chapqanda, ayrilishmi tasamas yengini tapqanda. To'y ajoyib qizib ketdi. Hatto Tomining singlisi Aydamu oyajonlanib to'pli soladi. Qizchaqlar, mana o'zinglarni oyab, bunda chaqda to'yga chiqib bormanglar, ha? Iyali qilib bo'lgandan keyin ondan beshinglar kiyib o'ynasanglarmi, o'zinglarning ish emasmi? Devatdim da lekin. Xuddi bir tug'ib bo'lgandek o'ynaydigan vaqtinglar chiqadigan-dek, ha? Tomi bolaning dadisi yana o'zining raqibi singlisining eri Fridini bolasini ko'rishga ma'qul keladi. Lekin munosabatlik o'rinlarga yana topshirib berdi. Acaba bu ishni Tomi qilganmidi yoki ularning orasida boshqa birisi bormi? Necha kundan keyin Osir Sharbiy 10 yil burun uydagilarni tashlab ketgan dadisini uchirtib qoladi. Hamda uyiga akilib oladi. Tomi bo'lsa, "Va ekinga, voy, chiqava bu uydan" debla dadisini uydan chiqarib yutadi. Shuning bilan birga dadisiga ozroq yon besib qo'ygan akisining nozik ko'ngliga shikkina dasi yutib qoladi. Osir dadisi bilan chiqib ketadi. Dadisi uningga g'azab payzi bir "Shangmu babalam, qimmaxona ichib beyib ketimiz" deb yo'l ko'rsatib qo'ydi. Hamda 10 yil bo'pti bolam, men seni faqat bir tuzak urib boqmabdimi? Bola deganni andimunda urib turish kerak deb chiqidek sanmoqchi bo'ladi. Lekin erkak degan yana erkakda. Bo'pti bolam, birga bir otayli deydi. Kichik vaqtimda men pallada niyot bo'lib qolsam, dadam hargiz birga bir otayli demaydi-jimi? Opam bilan ikkiga bir chiqib oralashma qo'sh kishilik adablab tarangishdi bitadi meni. Shu chaqda birga bir atqan bo'lsa-ku, bu chaqda qavramdagi cho'plar 1 metr bo'lib qoladi, ha? Tomi munosabatlik organlarga jabduqlarni topshirib etgandan keyin qo'lida qat'iy ko'zir qolmay, amalsiz ketishga majbur bo'ladi. Nega ketish kerak? Albatta go'zallarning qo'yniga ketish kerak-da. Maya qaranglar qasinglar. Telefonlar bo'yicha. Buni boshlab oldik. Men buni ko'maydim. Ey, kamay. Yo'q gapni aytolar qilmaqra. Denzang son oldi. Senmi shu? Jo'nfaqlishni unutma. Jo'nfaqlishni, ha? Ondan sen bu ko'rib pul bir qitim qilib chiqib etmaydi, denzang qilib qo'y, bildingmi? Odamning eng nachirsan, yo go'nju yo'q, yo denzang yo'q, o'g'irlab ishilsa kashcha. Yo'q, to'g'ash ko'chirib qo'ydik, nemonchilar xopib ketsa. Sen o'zing oyoqning chamga qarab oldi, u gapni qo'yib bo'ldi. Romanga chiqishga tirishayli, ha? Romanga chiqishga tirishayli. Eng muhimi. Denzang qilishni unutma. Jo'nfa qilishni unutma. Denzang jo'nfa jagwanju, denzang jo'nfa, ha? Denzang jo'nfa jagwanju. Ha? Asringizni ko'chirib shiltaydigandim. Yo'q, mangay. But don't touch motherfucker, think twice. You don't want me to